O'zgidromet dam olish kunlari O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishini e'lon qildi. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Ertaga 28-sentyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-28 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.